soat sverkasi bo'ylab aylantirilyapti. Soat sverkasi bo'ylab aylantirilyapti. Bitta barmog'im tashqarida himoya vazifasini, bu bosh barmog'im orqasidan yuryapti mana. Nuqtali. Yuryapti, nuqtali. Yuryapti, nuqtali. Yuryapti, nuqtali. Yuryapti, nuqta. Endi tonus baland bo'lganda changallab olar ekan. Tonusi mana. Barmog'ini orasidan kirgizib, yurg'izibman. Keyin har bitta barmoqning ichidan barmog'im yoki bo'lmasam kichkina barmog'im yurish kerak. Ya'ni chaqaloqlarda katta barmog'im kirsa kichkina-ku barmoqlar oyoqlarnikisi. Kattaroq bo'lsa bosh ikkinchi barmog'im kirar ekan. Yurg'izibman. Endi tashqari tomondan. Ya'ni oyoq kaftining tashqi yuzasi tashqari tomonga soat sverkasi bo'ylab spiralniy qilib yurilyapti. Sirab qaytarilyapti. Endi bosim nima qilamiz? Prostoskopiyani oldini olish uchun tashqari. Prostoskopiya mavzuyimiz hali xudo xolasa, ya'ni ikkita darsdan keyin u diagnoz qaysi vaqtda qo'yiladi, qanaqa tekshiriladi, unga alohida to'xtamga kelib o'tamiz. Lekin oldini olish maqsadida o'sha bizga bolani keldimi, diagnoz qo'ymagan taqdirimizda ham oldini olib qilar ekanmiz bolalarda har doim. Lekin har doim bolani vesiga, yoshiga, oyiga qarab qaytdik, qizdirib oldim. Nuqtali yozish. Bitta barmoq, ikkita, 3ta, 4, 5, katta barmoqni tagiga ajrating. Endi har bitta barmoq yana. Qarang, to'pig'ini yoni har doim soat sverkasi bo'lib aylanib, axillopayini bosmaymiz, lekin axillopayining yonidan to'g'ri yo'nalish berish uchun qisib olib, qisqichsimon qilib yuramiz. Kattalarni ham oyoq tagini qisqichsimon qilib yuradi. Bolalarda ham xuddi shunaqa qilinadi. Qildik. Endi axillopayidan bosmaydigan joyimizdan tepasi va ikkita barmoq qolyapti. Tepaga qarab to'g'ri yo'nalish bo'ylab ketyapman, qaytyapman. Endi mana archani sochilganga o'xshab harakat qilaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qaytdim. Endi sizda bolangizni olib boradi. Bu tomonga qarab nima qilaman? Ichkariga kiraman. Bosim. Tashqaridan ichkariga. Keyin mana bu limfa bor joyimizning yoni. Mana bu joy